Salom hammaga. Bu Kamput. Bugun biz ajoyib eksperiment o'tkazmoqchimiz. Biz ikki xil qamoqdan qochmoqchimiz. Millionerlarning qamog'i va bo'mijlarning qamog'idan. Bu qanaqasi bo'ldi deysizmi? Hozir videoda ko'rib olasizda. Qani, kanalga like va podpiska bosing va biz boshladik. Kamput Studio. Birinchi qamoqxona turi bu. Bo'mijlarning qamog'i. Bu yerga qanday tushib qoldik deysizmi? Yo'q, biz hech qanaqasiga bu yerga tushib qolmadik. Bizni majburlab olib kelib tiqib qo'yishdi. Shuning uchun ham biz bu yerdan qochib ketishimiz kerak. Chunki biz bu yerda nohaq o'tiribmiz-ku axir. Qani tashqarini ko'raylikchi. Bu aynan men shu tarafga chiqishim kerak. Qani panjarani buzib bo'ladimikan? Ko'raylik. Panjara buzilmaydi. Axir bu qamoqxona-ku, qanaqasiga panjara buzilishi mumkin? Hozir bu yerni ko'ramiz. Bu yerda hojatxona bor. Tashqariga eshik ochildi. Biz mana endi tashqariga chiqsak bo'ladi. Biz eshikdan chiqib bu yerlarni biz bir ko'zdan kechiraylik. Qani, ketdik. Xo'sh, biz bu tarafga yuramiz. Eshiklar ham unchalik ham ko'rinmayapti. Bu birinchi eshik. Politsiya nazorati ostida ekan bu eshik. Xo'sh, bu yer oshxona. Oshxona povurning oldiga kelamiz. Salom. Bu yerdan bizga kartoshka va qulupnay berishi mumkin, lekin butilkalar evaziga. Bizda butilka yo'q-ku axir. Butilkalarni izlab topishimiz kerak. Xo'p, shu atrofda butilkalar bo'lsa kerak. Qidirib ko'raylikchi. Qani, hamma och. Bu yerda militsiyalar, soqollari o'sib ketgan. Xo'p, bu yerda butilkalar bordi. Bu yer qayerda? Bu yer hojatxona. Uzr amaki, uzr. Shunchaki u hojatxonada o'tiribdi-ku axir. Yana bitta uzr. Ataylab qilmadim, men bosilib ketdim. Bu yerda nima bor? Hojatxona. Men bu yerga kelmoqchi emasman-ku axir. Bu yerdan qochib bo'lmaydi. Bu yerda shunchaki qog'ozlar bor ekan. Bu yerda juda ham ko'p qog'ozlar bor. Bu yerdan shunchaki chiqib ketamiz. Bu yerdan biz butilka topa olmaymiz. Balki keyingi eshikka kirib ko'ramiz. Ketaveraylikchi, politsiyalar har bir joyda turibdi. Hamma o'zi ishini bajaradi. Bu yerda qanaqadir odam o'tiribdi-ku. Bu odam bizga qanaqadir kod berar ekan, parol berar ekan. Parolni olishimiz uchun unga 5 ta kartoshka topib berishimiz kerak ekan. 5 ta kartoshka topish uchun esa biz 128 ta butilka olib kelishimiz kerak. Biz butilkalarni topishimiz kerak-ku axir. Qani oshpaz butilkalarni qayerdan topsak bo'ladi? Bilmayman. Qayerda? Qani bu yerlarni izlab ko'raychi, balki keyingi yerlarda bo'lar. Xo'p, reng bor ekan bu yerda. Xo'p, voy, biz qanaqadir maxluq bilan jang qilamiz. Balki bu yerdan butilka topsak bo'lar. Qani ketdi. Man, nega ishni qo'llab qo'yding? Sen bilan uni jang qilamiz. Bunda vaqt cho'zmasdan boshlanadi jangda. Menda qilich bor, men seni ustimman. Voy, u meni uryapti. Jonim ketkazdi-ku. Axir sen yaramas, meni jonimni ketkazding. Xayr. Bundan qog'oz tushdi. Qog'ozda kod yozilgan kod bor ekan. Kod esa 90309. Ajoyib. Men bu yerni ochaman va ichkariga kiraman. Qani bo'lsaydi, ochildi. Yaxshi. Bu yerdan qanaqadir odam o'tiribdi. Demak, u odamda nimadir bor. Qani ketdik, sandiqning ichini ko'raylikchi. Odam hujum qilib qolmasin-ki axir. Sandiqda butilkalar bor. Bu yerda bizda 31 ta butilka bo'ldi. Bu butilkalar bizga kamlik qiladi. Shuning uchun biz boboni oldiga boraylikki. Bobo bizga 3 ta qulupnay evaziga bizga butilka berar ekan. Ajoyib. Qulupnay izlashga kirishamiz. Keyingi eshikdan chiqamiz. Salom. Bizga kerak 32 ta butilka evaziga 3 ta olchi. Biz buni ko'paytirib olamiz ekan. Bu juda ajoyib. Biz oshpazdan buni olamiz. Va borib endi odamlar buni 2 barobar qilib ko'paytirib olamiz. Bizda 64 ta butilka bo'ladi. Xayr, bobojon, sizga rahmat. Biz keyingi butilkalarni topish uchun bu eshikka ham bir kiraylikchi. Bu yerda mahbuslar, militsiyalar, hamma bor-ku axir bu yerda. Qani, qayerda butilka topish mumkin? Bizga butilka kerak. Bu yerdan qochib ketishimiz uchun yagona kerak bo'ladigan narsa butilka. Butilkani topish uchun har narsaga tayyor bo'lishim shart. Shuning uchun men bu yerdan butilkalarni izlashga kirishaman. Qani, bu yerda butilkalar bormikan? Bu yerda tepada nimadir ko'rgandek bo'ldim. Parkour qilaylikchi. Menga parkour yoqadi-ku axir. Sevimli ishim meni parkour. Men parkourni juda ham zo'r qilaman. Qarang, mana juda ham zo'r o'tib ketyapman. Ko'ryapsizlarmi? Hech kim ko'rmadi. Voy, bu yerda juda ham ko'p butilkalar bor ekan. Endi biz pastga tushamiz va ko'rib qolmasdan tezroq pastga tushishimiz kerak. Tez. Militsiyalar axir ko'rib qolsa,
juda ham yomon ahvolga solishi mumkin. Men lekin juda ham zo'r parkour qilaman, tan olinglar. Biz endi butilkalarni zudlik bilan oshpazning oldiga borib 5 ta kartoshkani olib va keyingi boboning oldiga borishimiz kerak. Biz oshpazning oldiga keldik. Oshpaz, menga 5 ta kartoshka kerak. Sen buncha butilkani qayerdan olding, yaramas? Aytmayman qayerdan olganimni. Ketdik. Ana boboning oldiga boramiz. Boboning oldiga borib, endi biz qanday parolni olishimiz kerak? Bobo, bu qayerning paroli? Yo'lak oxirdan o'ng tarafning paroli. Shu yerda shu eshigi bor. 1984 ekan parol. Bizga shu parol kerak edi. Topishimiz kerak. Hech nima yo'q. Ketamiz, yuramiz. Yo'lak oxirdan o'ng tarafdagi degan. Xo'p, bu eshik hech nima yo'q. Ketamiz. Bu yerda nima deb bor ekan? Sekin kiraylikchi. Bu yer maxsus xona ekan. Kod 9984 dedi. Kodni kiritib ko'raylikchi. Balki to'g'ri kelib qolar. 9984. Voy, qarang, bu ochildi, bu eshik. Qanaqa zo'r, ajoyib. Eshikni yopib qo'yaylik. Eshikni yopib qo'yamiz, mayli. Hech kim kirmasligi uchun. Bu yerda lava bor. Bu yerni endi parkour qilib o'tishimiz kerak. Parkour menga yoqadi. Ras, biu. Ana biz voy, meni militsiyani o'ldirib qo'ydik. Voy, bu qanaqasi? Militsiyani o'ldirish axir mumkin emas-ku. Biz parkour qilamiz. Parkour qilib bu yerdan chiqib ketishimiz kerak. Tezroq chiqishimiz kerak. Hozir militsiya o'lganini ko'rib, kimdir ko'rib qolsa, darrov bizning oldimizdan tushadi va bu yerdan hech qachon chiqib keta olmaymiz. Bizga parkour qilishimiz kerak. Ajoyib parkour qilaman. Hamma like va podpiska bossin meni parkour qilishimga. Kommentda qanaqa parkour qilishimni yozib qoldiringlar, qani. Ketyapmiz endi. Biz tashqariga chiqdik. Biz tashqarida emas, ajoyib. Lekin bu yerda sirena chaqirinyapti-ku. Kimdir qamoqdan qochgan. Voy, meni tezroq bilib qolmasdan men tezroq o'rmonga qochishim kerak. O'rmonga qochamiz. Yomg'ir ham yog'vorgan-ku axir. Tun qorong'i, yomg'ir yog'yapti. Voy! Seni qoldirib ketishim. Yaxshiyamki suvga tushdim, bo'lmasa nima qo'ydim qo'lida. Biz o'rmonlarning orasida sekin qochib yurib yashab qoldingizmi? Qamoqdan qochish unchalik ham qiyin emas. Qamoqqa tushsangiz hech qiynalmasdan shu yo'lni qilishingiz mumkin. Xayr. Neysa men millionerning qamog'idan qochishim kerak. Bu millioner degani bu qamoqqa tushmaydi degani emas. Qamoqxonada millioner ikkinchi usul. Bu axir eksperimentning ikkinchi qismida. Bu yerda bor narsalar, hamma narsa bor bu yerda. Chunki men millionerman. Millionerlar qamoqxonaga tushmaydi deysizmi? Tushadi. Ular ham odam-ku axir. Lekin millionerlarning qamoqxonasi aslida boshqacha bo'ladi. Sandiqda nima bor ekan? Hech nima yo'q. Pustoy sandiq. Militsiya. Militsiyani qarang. Har xil qoplangan. Hech kim militsiyani ham tanimaydi. Chunki bu militsiyalar shunchalik darajada qoplangan va himoyalangan. Chunki har bir millionerda qurol chiqib kelishi mumkin. Biz bu yerni ko'ramiz. Bu yerda nimalar bor? Bu mening do'stim Jek-ku. Jek, qalisan, o'shdan yaxshimisan. Bu yerda nima bor? Lava bor. Voy, bu yerdan qochib bo'lmaydi. Bizga qochadigan yo'l kerak. Qog'ozlar bor. Bu yerda hamma narsa bor. Bu tarafda ovqat beryaptimi? Ovqat. Voy, steak. Voy, bu yerda tovuq. Tovuqni men qanchalar yaxshi ko'raman. Pechenye ham bor axir bu yerda. Pechenye даже men uyimdagi xolodilnikda yo'q-ku. Bu yerda men pechenye yeyapman. Pechenye ajoyib. Bu yerda hojatxonaga ochamiz. Bu rechaklarni tushib chiqaylik, balki bironta eshik ochilib qolar. Voy, salom. Bu odam kim bo'ldi? Bu odam bizga pul berar ekan. Voy, $100 pul berar ekan. Juda ajoyib. Men pullarni qayerdan olsam bo'ladi? Bizga kerak qulupnay. Biz yana qulupnay topishimiz kerak. Qani qulupnay izlashga kirishamiz. Bu yer hojatxona ekan. Bu yer bo'sh. Bu yerda qulupnay bormikan? Yo'q. Rechakini tortib qo'yamiz. Balki bironta eshik ochilib qolar. Hojatxonalarda eshiklar ko'p bo'ladi. Biz 3 ta qulupnay qo'lga kiritdik. Endi uni borib $100 ga almashtiramiz. Salom. Menga $100 ber. Ol. Bizda $100 bor. Ajoyib. Endi bu $100 ni nima qilishimiz mumkin? Albatta, biz kimgadir buni berishimiz va yana izlashimiz kerak. Ketdik. Tezroq yuramiz. Biz yana topishimiz kerak. Bu borlikka hech kim ko'rmasi kerak. Uni cho'ntakka solamiz. Va bu yer mashq qiladigan zal-ku. Shu yerda mashq
millionerlar qamoqxonasida mashq qiladigan zallar ham bor ekan. Bu kachoq qanday sani kachoq? Bu nok berar ekan bizga $100. Bizda 4 ta nok bor. Endi biz piyoz topishimiz kerak. Yana $100 olishimiz uchun. Va bizga piyoz kerak-ku. Axir biz ko'proq pul olishimiz uchun. Hozir yana shu xonaga qaytib boraman. Va men tepalikda bir narsalar bir yerni ko'rgandek bo'lgandim. Qani kiraylikchi, qani parkour qilishga o'tamiz hozir. Men parkourni axir yaxshi ko'raman. Voy, nega menga o'xshamadi? Bu qanaqasi? Mana. Men parkourda eng zo'raman deb aytgandim-ku sizlarga. Qani ketdik. Yaxshi. Ketdik qani. Shu yerdan qayta boshlaymiz yana. Ketdik. Bitta sakraymiz va biz yana sandiqni topdik va bizda piyoz ham bor. Endi biz yana dollarlarni olishimiz mumkin. Biz yana $100 qo'lga kiritamiz. Biz kachoq odamning yoniga boramiz va biz $100 qo'lga kiritamiz. Salom, mana menda $100 sizga oling. Hayır. Topdi. Endi biz qayerga boramiz? Qayerga yuraveramiz? Qani, biz mana bu yerda biz sandiqni ko'raylik. Yana qilich. Yana kim bilandir jang qilamizmi deyman. Kim bilandir jang qilishimiz mumkin. Bu kuchli odamni qarang kelyapti. Voy, meni kuchim yetmayapti. U ham meni tekma-tek uryapti. Meni kuchim yetmayapti. Qochish kerak. Qoch. Voy, bu yerda qanaqadir tuzoqlar, har narsa bor-ku. Men qochib qutulishim kerak. Yaxshi. Men uni o'ldirdim. Salom. Xo'sh, nima qilyapsan bu yerda? Men shu yerdan o'tib ketayotgandim. Paroling bormi? Parolim bor. Qani kirikchi? Hozir. 1 2 3. To'g'ri, ko'p parolimiz. Biz borib parol topishga bilishimiz kerak. Bu yerdagi tuzoqlar juda ham g'aroyib va ajoyib ekan. Bu tuzoqlarni qarang. Biz endi qayerdan parol topamiz? Parolni qidirishimiz kerak. Biz qidiramiz parol qayerda bo'lishimiz mumkin. Militsiyalarda yoki bironta mahbuslarda bormi ekan? Voy, bu yerda tushadigan yo'l bor-ku, yaxshi. Salom. Nima qilyapsan? Men senga chiqish yo'lini ko'rsatishim mumkin. Sen bu yerga shunchaki pullarni qo'y va sen kelki olasan. Va kirpi bilan sen toshlarni kavlab o'zingga kerakli narsalarni olasan. Bu yerdan kerak senga toshlar va nimadirlar kerak senga. Men hozir tosh olib kelaman-da, yaxshiroq men almazlarni qozib olishim uchun yaxshiroq narsa olib kelaman. Qanday toshni qo'yaylik? Xo'p, menda toshlar yetarlicha bo'l. Yaxshi, biz pechkaga qo'yamiz va biz bu yerdan nimadir yaratishimiz kerak. Nima yaralar kerak pechkadan hozir buni bilib olamiz. Qani, ungacha siz kommentariyaga yozing, nima yaratish mumkin. Yaxshi, bizda yetarlicha g'isht paydo bo'ldi. Biz hamma yerga qo'yamiz va kuchliroq kelki qazib, almazlarni qazib olamiz. Qazib davom etamiz. Gravity, tosh, yashil tosh, almaz, hamma narsani biz qazib olamiz. Oltinlar bu yerda juda ham ko'p oltinlar bor. Buni qazib olmasdan, buni qazishimiz uchun esa bizga kerak bo'ladigan kelgani eng yaxshisi kerak almazlik yoki. Biz almazlarni yaxshilab qazib olaylik. Oltinlarni, olmoslarni, hamma narsani, yashillarni, hamma narsani shu yerda beryapti. Yaxshi joyni qorani kavlashimiz mumkin. Voy, ajoyib. Endi bizda bor. Pullarni qarang. Juda ham ajoyib pullar bor ekan bizda. Kod ham bor. Kod 4528. Biz endi borib kodni kiritamiz va biz qarabsizki, biz tashqaridamiz. Biz qochishimiz kerak. Voy, hamma narsani tashib ket. Xo'p, mana sizga hamma narsani qoldirib ketishim mumkin. Hamma narsani qoldirdim. Hamma narsani qoldirdim. Biz endi kodni kiritgani keldik. Voy, biz kodni bilamiz endi. Kod necha? Senga aytmayman. Men o'zim bilaman. 4528. Juda ham yaxshi ochildi, endi yopamiz ketdik. Voy, meni o'ldirish uchun kelyapti. Qora odam, qora maxluq. U qayerga ketdi? Tushib ketdi menimcha. Meni hech kim o'ldira olmaydi, chunki men parkourchiman. Vau, bu yerda garajni qarang. Garajda har xil mashinalar bor. Birinchi mashina bu mototsikl, ikkinchi Ferrari, Lamborghini. Vau, bitta Nexia 2 yo'q. Nexia qani? Cobalt bilan Nexia qani? Yaxshisi biz gelik nimanamiz? Gelik nimadik? Qani ketdik. Men millionerlik o'zimni his qilyapman endi. Men bo'lib mashinani o't oldiramiz. Mashinani o't oldirish uchun kalitni suqib, gazni bosamiz. Qani ketdik. Endi biz ozod qushmiz.
Voy, tashqarida yomg'ir yog'ayotgan ekan-ku. Hech qisi yo'q. Biz mashinadamiz-ku axir. Hammasi joyida. Yo'q, biz suvga sal qoldik. Salgina qoldi. Biz suvga tushib ketdik-ku. Hech qisi yo'q. Axir men millionerman. Endi men kambag'al jedel emasman. Men millioner kampotman. Siz mening kanalimga like va podpiska bosdingizmi? Yo'q. Bu nimasi axir? Men keyingi videolarni chiqarishimiz uchun menga kerak bo'ladigan har bir narsani qilishingiz zarur. Like, komment yozing, bizni qo'llab-quvvatlang va podpiska tugmasini bosib qoldiring. Sizdan shu tariqa minnatdor bo'lamiz va keyingi videolarimiz bundan ham ajoyib bo'lishiga ishonaman.